Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomizda san e'tiboringizni Urganch shahrimizda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yaqin yerda azizlar. Shuning bir qavatli 190 kvadrat metr bo'lgan xonadonni e'tiboringizga havola qilib o'tamiz. Endi 8,5 metr tushgan ekan, ko'rib turganingizdek ellida mashina qo'ygan. Mesalar ham kengina qilgan, steshka bo'lgan. Qarangizlar, ham oddiy azizlar cho'nqratib qazilgan, hurmatli vatandoshlar, baland etib. Fasad qismlari ko'rib turganingizdek travitellar qilingan. Ichida ba'zi bir jihozlar olinadi, ba'zilari qoladi, hurmatli vatandoshlar. Sokol qismlari kafil bo'lgan, aynalar reshotka qilingan, hurmatli vatandoshlar. Ham ishlar ham ajoyib sifatli demir ishlardan qo'yilgan ekan. Yaxshisidan. Bir de ko'chaga vodoprovod ham chiqqan ekan. Yani ko'rib turganingizdek yozgi setki ishlar ham qo'yilgan, girgandan keyin dolan bir ajoyib feyzli dalansini kutib oladi azizlar. Endi 4 metr uzunluğuna bir 7,5 metrlik dalan. Azizlar, oboylar ham ajoyib, bir nijniy svet oboylardan bo'ladi. Bir de profil registrlar, lyustralar, azizlar, patolog chiroyli qilib gipsokardondan ishlangan galogenlar ham bor. O'ng tarafda qo'l yuvib o'tmagandan ko'rib turganingizdek rakovinasi, azizlar, suv gap turibdi, napor normal azizlar. Suv cho'chklari bor, kafirlar qilingan. Hurmatli vatandoshlar, bilening televizorlari. Azizlar, xonadonimizda olinadigan vajlarni aytib o'tamiz. Bir de şu kürsü alınadi. Hurmatli vatandoshlar, kim içinde bu yuguradan vaj bor ekan, shu alınadi. Keyin qoladan kiyim-kechak posudasi alınadi. Qon vajlari hammasi qoladan. Ko'rib turganingizdek, keng dalam, uголовlar ham qoladi polni. Azizlar, oboylar ham nijniy, jalyuzlar polnining ajoyib sifatlatib, chiroyli qilib remont qilganlar. Ham bir afzallik tarafi bor azizlar. Xonadonimiz ikkilamchi kredit ham doğru keladi. Shu yerlarni ham alohida bir e'tibor olib o'tasizlar. Hurmatli vatandoshlar, birimizning 3,5 7 metrlik zal qismi bo'ladi. 7 metrdan ziyodraq tushgan azizlar. Sergina ziyodraq 7 metrdan. Bir de yine ko'rib turganingizdek gilamlar, perdelar, hurmatli vatandoshlar, lyustralar, konditsionerlar hammasi qoladan bu yerda. Shu vaja olinadi bo'lgani, hurmatli vatandoshlar, keyin o'zlarini lishni narsalari ish qilib, medushida, posuda, kiyim-kechaklari olinadi. Ajoyib bir chiroyli xonadon. Oynamtenda profil registrlar. Azizlar, gapsiz bo'lishi mumkin yani. Smart televizorlar. Bular ham qoladi. Bu yerda azizlar, spalni qismi bo'ladi. Bu yerda 3,5lik spalni qismi, devorlardan toniy fonda ham joy baland etib solingan. 190 kvadrat metr. Salkam 200 kvadrat metrda joylashgan xonadonni e'tiboringizga havola qilib o'tyapmiz azizlar. Bu tarafda sanuzeli bo'ladi. Sanuzeli eshiklari alyumin rammadan ham kengina tushgan. Hurmatli vatandoshlar, dimoq joylar polni ishlab turibdi azizlar. Oyoq tiylari ham kafil, bir de arisollarining, rakovinasi, kir mashin tochkalari, bir de unitazlari, ajoyib profil registrlar. Tam chiroyli joy ekan, hurmatli vatandoshlar. Oshxonasidan e'tibor qiling, oshxonasi ham kengina, kuxniy bir gaz plita, vitishlar, bular ham qoladi. Fortlar qilingan, demir kotyollar bedining. Sizlar ham boshida joylashgan mebelni xoladan ketadi. Hurmatli vatandoshlar. Mana bu tarafimizda 3-xonasi bo'ladi. 3-xonasi ham kengina 3,5 tushgan. Ko'rib turganingizdek spalni garniturlar polni sig'ib turibdi. Shkafi azizlar, bedening spalnisi, termolari, polni hammasi sig'ib turibdi. Oyoq tiylari laminatlar ham zo'rindan, azizlar, yaxshisidan yayganlayning azizlar. Ajoyib sifatlisidan. Ko'rib turganingizdek hech bir tiqatmay turibdi. Ana endi sizlarga eng asosiy kerakli yerlardan biri, hurmatli vatandoshlar, bog' qismini ko'rsatib o'tamiz. Bog' ham kengina, orqa tarafdan mashina kirgizib qo'ysangiz bo'ladigan mesasi bor, yo'l bor, mashina keladigan. Bir bemalol bir liboy turdagi mashinangizni kirgizib qo'ysangiz bo'ladi. Круглый steshka bo'lgan, ziloniy zonasi bor. Hurmatli vatandoshlar, bemalol ekin-dikin qilaverasizlar. Ko'chaga vodoprovod chiqqan, reshotka bo'lgan, paxsalar ham baland. Salkam 200 kvadrat metrlik xonadonni e'tiboringizga havola qilib o'tdik. Narxi 700 million so'm, hurmatli vatandoshlar. Halang naqd pulda qalasangiz, ikkilamchi kredit asosida ham sotib olsangiz bo'ladi. Xonamizda rasxod qilmaysizlar azizlar, faqatgina kelib yashash kerak bo'lganingdan. Ko'rib turganingizdek chiroyli xonadon azizlar. 3 xonasi bor, dalondan tashqari. Xonadon ham keng tushgan. Dalonimiz ham 4 metrlik enini. Ham kredit asosida ham sotib olsangiz bo'ladi, xalasangiz naqd pul asosida ham kelishib sotib olaversizlar, hurmatli vatandoshlar. Har internetda aytib o'tamiz, Urganch shahrimizda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yaqin yerda azizlar. Shuning bir qavatli enini 8,5 metrlik ajoyib bir 190 kvadrat metr xonadonni ko'rsatib o'tdik. Qiziqqanlar telefon qilasizlar, kanallarimizga obuna bo'lib, videolarimizni like bosqish esdan chiqmasin. Kommentariyada ham chiroyli fikrlarni qoldirib qo'yasizlar. Joylarimizga boxabar, necha joylar kerak bo'lishini yozib qoldirsangizlar, shuning joyidan qo'ldan kelgancha e'tiborlaringizga havola qilib o'taveramiz azizlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayrlab qolamiz.